Ana, oyi, siz kutgan mehmon ham kelibdi bizning uyimizga. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Oyijon, nevarangiz ko'zlarini qarang. Ha endi har holda beganada qoni bizga qo'shilmaydi bolam. O'zinglarni haqqoniy bolalaring bo'lganda boshqacha bo'lardi. Oyijon, bu ham o'zimizni bo'lamiz. Aytishadi-ku, tuqqan emas, boqqan ona deb. O'zimiz boqamiz. Mayli. Aytgancha. Bu qizalog'imizga ko'rmana bermamiz-ku. Mana. Ana endi oyisi chiroyli ko'ylak olib beradi. Rahmat. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi bizlarga. Bizga nasib qilsin. Ilohim. Nasib qilsin. Endi buni tayinlarni almashtirib chiqiy-ya. Keyin tanishamiz yaxshilab. Mayli, boraman. Mashinada narsalar qopdi, olib kirisharsiz. Oshga tayyorgarlik ko'r. Aka, men sizga qarashaman. Men ovqat harakatini qilaman. Oyijon, yuring. Dasturxon tuzatavering. Xo'p bo'ladi. O'ziniki deb baribir. Chaqaloqni uyimizga olib keldik. Yana nima qovoq tomsha qilyapsan? Bu chaqaloq emas. Bu bolamiz, farzandimiz. Endi men bunga ko'nikishim kerak. Iltimos, menga bosim o'tkazma. Oyjonni ham umuman bolaga qaragilari kelmadi. Hattoki ko'rmani ham bermadilar. Axir bolada nima gunoh? Shunaqa mayda ikir-chikirlarga e'tibor bermagan. Oyimni birinchi marta ko'rib turibsan. Shunchaki odamga alam qiladi. Men ne umidlarda harakat qilsam-u, bu yoqda bunaqa munosabat olsam. Seni xohishlaring juda ko'payib ketyapti.